Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan Platinum. Bugun sizlar bilan birga alfa haqida gaplashamiz. Hozirda alfani juda ko'p turnirlarda o'ynashmoqda. Masalan, hamma taniydigan One Shot ham baholash sistemasida alfaga S bergan. Demak, navklarga keladigan bo'lsak, bizda первый навык, ya'ni birinchi navkimiz ko'rsatilgan chiziq bo'yicha dushmanlarga fizический va чистый uronda zarba beradi. Va alfa birinchi navkidan o'ziga ozgina jon to'ldiradi. Har navk bergandan so'ng uning passivkasi ishga tushadi. Va alfaning ikkinchi naviga keladigan bo'lsak, u yarim doira shaklida uron beradi. Va alfa ikkinchi navigini berganda ham чистый uron bilan uradi. Чистый uron bilan urganning hisobiga alfadan juda ko'p uron chiqadi. Va alfaning eng zo'r jihatlaridan biri bu juda ham ko'p чистый uron berishida, chunki чистый uronga qarshi antifiz ishlamaydi. Va alfa ikkinchi navigidan o'ziga juda ko'p jon to'ldiradi. Birinchi navigida ham alfa o'ziga jon to'ldiradi, lekin ikkinchisiga qaraganda ancha kam. Endi esa alfaning ultasiga keladigan bo'lsak, alfaning ultasi juda tez ochiladi. Birinchi urovenda 20 sekund, ikkinchi marta kuchaytirilganda 18 sekund, uchinchisida esa 16 sekund. Va o'yin late'ga cho'zilganda alfaning ultasi o'rtacha 10-12 sekund ichida ochiladi. Alfa biz belgilagan joyga ulta beradi va undan keyin uning roboti, ya'ni beta, u joyga 5 marta чистый uron bilan zarba beradi. Alfaning ultasiga kimdir tushadigan bo'lsa, biz belgilagan joyga hammasini olib kelib qo'yadi. Agar alfa ultasini bosib tursa, uni tepasida beta, ya'ni roboti joyida turib aylana boshlaydi. Endi alfaning passivkasiga keladigan bo'lsak, alfa dushman geroyiga ikkita navki bilan tekkandan so'ng unda passivkasi ishlay boshlaydi. Dushman geroyida metka paydo bo'lgandan so'ng har alfaning обычный udaridan so'ng uni tepasidagi beta, ya'ni roboti чистый uron bilan bir marta zarba beradi. Ko'pchilik alfa bilan lesga kirganda doimo ikkinchi navigini birinchi bo'lib kuchaytirar ekan. Men esa birinchi va ikkinchi naviglar bilan urilgan lesni farqini ko'rsataman. Videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring.